The Cargo startapini asoschisi Ziyobek Turdiyev mehmonimiz. 2019da oddiy nima deydi broker sifatida boshlaganman. The Cargoni nimaga Amerika bozoriga mo'ljallab qurdingiz? Har bir muammoda o'zim yashab o'tganman. The Cargo qaysi og'riqni, qaysi muammoni hal qilyapti? Bu yerda odam bo'lsa ish bo'ladi. Agar qanaqa sistema yetishmaydi. Ziyobek, xuddi shu fikr masalan amerikalik founderlarda, brokerlarda kelmagan deb o'ylaysizmi? Raqobatchilaringlar bormi? 1 yilga oldindan to'lab qilganim bo'ldi. Mana shu dushanba kuni to'lab berdi pulini. Assalomu alaykum. Bugun Uskaminator asoschilaridan biri, The Cargo startapini asoschisi Ziyobek Turdiyev mehmonimiz. Xush kelibsiz Ziyobek. Qanday muammoni hal qilyapsizlar va siz kimsiz? Backgroundingiz haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Turdiyev Ziyobek. Hozirgi kunda aytganingizdek The Cargo platformasini quryapmiz Amerika bozori uchun. O'zim shu sohadan chiqqanman. 2019-yilda oddiy broker, ya'ni car hauling deyiladi. Bu mashinani bitta joydan ikkinchi joyga tashishda vositachi bo'ladi. O'sha mijoz bilan haydovchining o'rtasidagi vositachi. 2019da oddiy nima deydi broker sifatida boshlaganman. Uyimdan yoki ustozimni ofisidan ham ishlaganman, uydan ham ishlaganman. Adashmasam birinchisi ustozim uydan boshlaganman. O'sha o'rgatardi. Keyin o'sha broker bo'ldim. Keyin o'sha nima deydi yaxshi natija ko'rsatib top sotuvchiga chiqdim, ya'ni ko'proq sotuv qildim, ko'proq mijozlar bilan ishladim. Shundan keyin bir 3-4 oydan keyin yangi shu sohaga kirib kelayotgan agentlarga, ya'ni odamlarga mentorlik qilib boshladim. Shundan keyin o'sha ancha vaqt o'tib 2022-yilda keyin ikkita kompaniya ochib, ikkita o'sha broker kompaniya ochdik. Shuni yuritib foyda keltiradigan biznes sifatida qurdim. Hozirgi kunda shu yerdagi muammolardan kelib chiqib, o'sha The Cargo platformasi, ya'ni The Cargo kelib chiqdi. Uskaminatorga qanday topshirdingiz, qanday kelib qoldingiz? Fikrlaringizni ham ayting. Mana shu kunlar ichida qanday feedbacklar oldingiz, kimlar bilan tanishdingiz? Hop, Uskaminatorga LinkedInda va bitta tanishim Telegram gruppasida, undan hali LinkedInga chiqmagandi u payti. Keyin LinkedInga chiqqandan keyin o'sha saytga kirib topshirdim. Bog'lanishdi, nima deydi, ancha nima deydi, qizg'in jarayonlardan keyin Uskaminatorni boshladik biz. O'sha 30 kishi boshladik. Hozirgi kunda 31 desa ham bo'ladi. 31 desa ham bo'ladi. Deyarli tugab qoldi. Shuncha vaqt davomida turli xil mentorlar keldi. O'sha startap qurib exit qilib chiqib ketganlar, startap hozirgi paytda nima deydi, cho'qqiga chiqayotgan startaplar ham keldi. Zo'r insightlar berdi, zo'r tajribalarini ulashdi. Ayniqsa Amerika bozorida ishlab yurganlar ham o'z nima deydi, darslarida yaxshi yo'nalishlar berib ketdi. Bu men uchun juda yaxshi signal ham bo'ldi. Ham chunki men o'zim Amerika bozori uchun ishlayotgan bo'lsam-da, ya'ni meni produktim Amerika bozorida mijozlar uchun xizmat qilayotgan bo'lsa-da, lekin o'zim Toshkentdaman, O'zbekistonda. U yerdan turib qaysidir ma'noda nima deydi, fikr oldim va to'g'ri yo'ldaligimni bilib oldim desam ham bo'ladi. The Cargoni nimaga Amerika bozoriga mo'ljallab qurdingiz? Hozir The Cargo nima muammoni yechayotgan bo'lsa, har bir muammoda o'zim yashab o'tganman. Ya'ni o'sha broker kompaniya sifatida har bir yo'nalishda o'zini vazifadagi xodimlari bo'ladi. O'sha oddiy broker bo'ladimi, deylik, owner bo'ladimi, manager bo'ladimi, dispatcher deydi. Har bir yo'nalishda o'zim ishlaganman va og'riqlarini o'zim his qilganman. Shunchaki qaysidir yo'nalishga kirib, o'zim nima deydi, u yerdagi gipoteza bilan startap boshlanmagan. Ya'ni o'sha yo'nalishda o'zim og'rig'imni yechish uchun boshlaganman va meni og'rig'im ko'proq mijozlar bilan gaplashganimdan keyin yanada kattaroq og'riq borligini tushunib yetganman. Shuning uchun shunaqa qilib boshlanib ketgan o'zi. Biron bir startap quraman, manaqa gaplar bilan boshlanmagan, o'sha og'riq boshlangan, qarasam kengayapti. Ko'proq odam bor ekan. Shundan balki shuning uchun hamdir mijozlar hozir deylik o'zlari kelib ham olishyapti. Nima deydi? Kerak bo'lsa yillik to'lab ham olishyapti. 1 yil oldindan to'lab qo'yib, deylik, bizda solutionimizga yechimimiz ularga yoqqanligidan dalolat bo'lsa kerak deb o'yladim o'zim.
Demak, mana og'rig'i ko'rdim deyapsiz. O'zi startap muammodan, og'riqdan boshlanadi. Mana shu og'riq nimaligini keyinroq aytib bering. The Cargo qaysi og'riqni, qaysi muammoni hal qilyapti? Ho'p, Amerika deganimiz bilan qaysidir sohalarda O'zbekiston oldinga o'tib ketgan. Ya'ni lekin umumiy Amerika to'g'ri birinchi o'rinda turadi. O'sha aholi jon boshiga daromad topishi, boylik tomonlama, deylik qudrat tomonlamadir. Lekin qaysidir sohalarda hali ham orqada. Ya'ni texnologiya ularga yetib kelmagan. Aynan car hauling, ya'ni mashina tashish industriyasi juda odamaga ustiga qurilgan. U yerda odam bo'lsa ish bo'ladi. Agar qanaqadir sistema yetishmaydi. Men shu sistemani qurishni boshladim. Endi birinchi etaplarda o'sha brokerlar kunlik ish jarayonida ko'proq mijozlar bilan ishlash, telefon orqali gaplashish bo'ladimi yoki bo'lmasam ularni narx berib, SMS, email, asosan biza brokerlar SMS va telefonda va emaildan gaplashiladi mijozlar bilan. Biz shuni osonlashtirib, xuddi ana Uber chaqirganda yoki bizada Yandexdan taksi chaqirganda yoki MyTaxidan taksi chaqirganingizda juda oson-ku, lekin shu osonlikka qarab ketamiz biz ham. Bu brokerlarga ham, keyinchalik mijozlarga ham mashina chaqirish xuddi ularga Uber chaqirgandaqa bo'lsin. Ya'ni do'stiga chaqirib beradi Uber. Bizada mashina uchun Uber chaqirgandaqa tajribani beraylik degan maqsadda ketyapmiz. Hozirgi paytda brokerlarni muammosidan boshladik. Brokerlar muammosini hal qilyapsizlar. Ularni ishini olib qo'ymaydimi startapingiz? Yo'q, bizani yechim ularni hozirgi ishini, hozirgi imkoniyatini 10 barobar qilib beradi. Xuddi ana o'rgimchak odamdagi orqasidan 8 ta qo'l kelib chiqadi, xuddi shunaqa. Ular bitta broker 10 ta odamni ishini qila oladi. Ya'ni hozirgi qilayotgan ishidan ko'p ish qilmagan tarzda. Ya'ni keraksiz ishlarni biz olib tashlab biz The Cargoga beraveramiz. The Cargo o'zi hal qilib beradi. Broker odam, ya'ni inson shunchaki ya'ni muhim ishlarda qatnashadi. O'sha mijozlar bilan gaplashish, mijozlarning muammosini hal qilish, haydovchilarning muammosini hal qilish, o'sha jarayonda qatnashadi. Keraksiz ishlar deb aytdingiz. Ularga qaysilar kiradi? Masalan, brokerlar uchun hozir ortiqcha bo'lgan ishlar. Masalan, endi biz asosan kichkina yoki bo'lmasam hali o'zlarini texnologiyasini qurmagan brokerlar bilan ishlaymiz. Ularda masalan yangi mijozning ma'lumoti kelib tushadi bazaga, keyin ular qaraydi marketda qanaqa narx ketyapti, shunga qarab narx beradi. Odatda qo'lda beradi. Bu taxminan kech paytda, misol uchun ish tugagandan keyin bu narsa bo'lmaydi. Ertalab ishni boshlaganda 10 ta, 15 ta, kerak bo'lsa 20 ta mijoz brokerni nima deydi, ularga aloqa chiqishini kutib o'tiradi. Biz shuni 1 sekundda yoki 2 sekundda o'sha narx berishini qilib berganmiz masalan. Xuddi odamdaqa o'ylaydi. Odamni narx berish psixologiyasi bo'yicha ishlaydi. Arzonroq ber, qimmatroq ber, mashincha pul qo'sh ustiga yoki ayr yoki foizda bo'ladimi? Mana bundan eng minimum bundan tushib ketma degandaqa logika yozib chiqqanmiz. Shu bilan birgalikda mijozga birdaniga SMS hamda email jo'natadi. Emailda ularni onlayn taklifini ko'ra oladi. O'sha linkka bosib ochsa, xuddi nima deydi, texnologik kompaniya sifatida o'zlarini namoyon qila oladi. Onlayn taklifini ko'radi, u yerda yoqsa, o'zi ma'lumotlarini kiritib, kontraktlarga qo'l qo'yib, to'lovini qilsa bo'ladi. Ya'ni bu holatda broker ertalab ishga kirdi. Bu holatda broker ertalab ishga keldi. Qarabdiki, ikkita mijoz o'sha allaqachon kontraktga qo'l qo'ygan, pul to'lagan. Ishini osonlashtirib beradi. Xuddi bepul pul kelib qolganda gapda. Ziyobek, xuddi shu fikr masalan amerikalik founderlarda, brokerlarda kelmagan deb o'ylaysizmi? Raqobatchilaringiz bormi? Bizda raqobatchilar bor. Umumiy industriya, ya'ni CRM sifatida, misol uchun Salesforce bo'ladimi, HubSpot bo'ladimi? Meni mijozlarim misol uchun Salesforcedan qochib kelganda, keyin yana industriyaga aloqador o'sha CRMlar ham bor. Ulardan ham menga qochib o'tganlar bor. Ya'ni shunaqangi qiyin, ya'ni user tomonlama, lekin hozirgi paytda misol uchun bozorning ko'p qismini shu ya'ni industriya uchun mo'ljallangan CRMlar oladi. Ular oxirgi 3-4 yilda biron bir aytarlik ishni osonlashtiradigan yangilik qilishgani yo'q. Ya'ni eski texnologiyada qurilgan. Shu bilan birgalikda ular asosan tech gaylardan qurilgan hisobiga
brokerlarda fikrlash qiyin bo'ladi. Brokerlar nima xohlayotgani ichkaridan yashab ko'rmasa qiyinroq. Misol uchun brokerlar ozgina nima deydi, boshqacharoq yechim kutishadi, boshqacharoq yechim talab qilishadi. Men shu sohadan chiqqanim hisobiga menga nisbatan osonroq bo'lyapti ularni yechimini, ularni muammosini aniqlash. Uzkombinatorga kelganingizda yuzerlaringiz qancha edi va shu 45 kun, hali 45 kun o'tgani yo'q, mana 30 kun deylik, shuni orasida qancha o'zgarishlar bo'ldi? Uzkombinator kelganimda 6 ta mijozim bor edi. Undan keyin hozirgi paytda 11 ta bo'ldi. Shuning ichida 1 yilga oldindan to'lov qilganim bo'ldi. Mana shu dushanba kuni to'lab berdi pulini. 1 yillik obunangiz qancha? Ularda 3 ta user oldi. Ya'ni 3 ta agenti bor ekan. Shular 5 ming dollardan ozgina ortiqroq to'ladi. 5 ming 15 mingda shunaqa atrofida dollar to'ladi 1 yilga. Demak, har bitta ishchisiga alohida pul to'laydi kompaniya sizdan olayotganda. Har bitta agentiga alohida umumiy summasi 5 ming ozgina oshdi, 5 ming 15 dollar atrofida. Unga ya'ni u allaqachon ishlab turgan biznes, ya'ni yaxshi pul olib keladi. Ular risk tomonlama ham to'g'ri qaror qabul qila oladi. Lekin ularga o'sha pulni tejash misol uchun muhimroq rol o'ynaydi. Men anaqa chegirma qilib berdim. Odatda bizda 1 yil oldindan to'lasa chegirma bor. Shu chegirmadan foydalanib qoldi. Yaxshiroq chegirma qilib, yaxshigina pul ham tejadi va yaxshigina yechim ham oldi. Shu mijozlaringizni qanday topyapsiz? Xalqarodami ular? USdagi mijozlarga qanday chiqyapsiz O'zbekistondan turib? Xuddi brokerlar mijozlarga chiqqandek biz ham, men o'zim hozirgi paytda ularga emaildan chiqyapman. Bizani eng muhimi partnerlarimiz bor. O'sha bu industriyada ikkita marketplace bor. Birinchisi o'sha Central Dispatch degan va ikkinchisi Super Dispatch. Biz Super Dispatch bilan ham, Central Dispatch bilan ham ofitsialniy partnerimiz, ular bilan shartnoma qilib, ya'ni mijozlarga eng yaxshi takliflarni olganmiz ulardan integratsiya davomida. Marketplace'da nima ish qilsa, o'sha marketplace'ga kirmasdan turib, hammasini bitta joydan boshqara oladi. Ular ham taklif berib turibdi. Misol uchun yangi mijozlar kelsa qanaqa CRM ishlatsam bo'ladi desa, bizni taklif qilishadi. Emaildan ko'proq chiqyapti. Keyin o'zim direct to'g'ridan to'g'ri ularga ham aloqa chiqaman, founderlarni topib internetdan, LinkedIn bo'ladimi, email bo'ladimi, SMS hamda qo'ng'iroqlarni ham endi sinab ko'rmoqchimiz aniqrog'i. Shu. Endi xudo xolasa endi shu yil USga ham o'zim borishni plan qilyapman. O'sha jarayondamiz aniqrog'i. Shunda yanada yaqinroq bo'lib, yanada o'sishimizga yanada yaqindan yordam beradi degan umiddaman. Hozirgacha eng qiyin muammo sizga duch kelgan nima? Eng qiyini muammodan chiqib ketish bo'ldi. Yani bu narsaga oldindan o'rganib qo'yganman. O'sha endi boshlagan paytlarimdan ham bir oy rosa qiynalganman. Bir oy ichida dedik 10 ta boshlasa, agar misol uchun broker sohasini o'rganishni boshlasa, 10 tadan bitta ikkita odam bir oydan o'tadi u yog'iga. Juda ya'ni keyingi etap qiyin, ko'pchilik dosh bera olmaydi. Birinchi muammoni kelishi bilan qiyinchilik ko'rish bilan ketaverishadi. Endi menda bu narsa oldindan shakllanib kelgan hisobiga oson bo'ldi deya olmayman, lekin bu muammolardan kesib o'ta oldim. O'sha mijozlar bilan gaplashishda bo'ladi yoki bo'lmasa mijozga siz produkt berasiz, mana ishlat deysiz, qaysidir jarayonda muammo chiqib qoladi, ya'ni sistema ishlamay qoladi yoki bo'lmasa bunaqa holatlar ham bo'lib turdi. Siz brokerlikda ishlagan ekansiz, keyinchalik mana texnik startap qurdingiz. Startapni qurish jarayoni qanday bo'ldi? Bu jarayon ham oson bo'lmadi, chunki jamoada ko'pchilik alishib ketdi ham. Men brokerlikdan chiqqanim hisobiga menga ularni qanaqa yechim kutayotganligi nisbatan aniqroq bo'ldi va ularni men o'sha dizaynini chizib dasturchilarga bera oldim va boshida boshlaganimda ikkita dasturchim bor edi. Boshida boshlaganimda ikkita dasturchim bor edi. Shular bilan boshladik. Keyinchalik ularni alishtirishga to'g'ri keldi. Qaysidir tomonlama, ya'ni oilaviy muammolar chiqdi. Va hozirgi paytda ham o'sha dasturchilar bilan kunlik doim birga ishlaymiz. O'sha men muammoni bunaqa qilish kerak desam, ular o'shani, ya'ni qo'lda kod yozib beradi. Hozirgi paytda AI ham ancha chiqdi. AIni ham biz ishlatyapmiz. Ya'ni ishimiz ancha osonlashdi ham. Ulushda kimlar? Dasturchilarga ulush berganmisiz? Asosiy ulushdor o'zim.
dasturchimizga o'sha CTO deyishadi. CTO'imni ulushtor qilmoqchiman. Unga o'sha vaqt o'tgan sari ulush olish taklifini berdim va u ham Vesting qabul qildi. sifatida. Vesting sifatida o'sha Cliff deydi boshda, keyinchalik o'sha vesting tomonlama olib ketadi. O'zi boshda hali bu startap ya'ni o'zimiz pul bilan, mana o'zim pulim bilan boshlagan, shuni hisobiga hali investitsiya ko'tarmaganmiz. Endi investitsiya jarayonidamiz. Shuni hisobiga men full time'ga to'liq ishlashga oylik bera olmaganman. Shuni hisobiga yarim kuniga ishlardi. Endi hozir ularga to'liq ish uchun ish haqi bera olmayman va shuning uchun ularni full time'ga o'tishga boshladik. Qancha investitsiya kerak hozir The Cargo'ni rivojlanib shu AQShga chiqishi uchun? Hozirgi paytda biz ya'ni birdaniga shunday bozorga kirib 1000 ta 2000 ta kompaniyani olamiz demaymiz. Hozirgi paytda biz qila oladigan keyingi natija yoki keyingi etap desak ham bo'ladi. 100 ta mijoz olmoqchimiz. 100 ta mijoz olishimiz uchun bizga $350 ming atrofida qidiramiz. Shu bilan birgalikda men u yoqdan ham borib yanada tezroq bu natijaga erishishga harakat qilaman va hozirgi paytda biz AI agent quryapmiz. U agent ayniqsa ish tugagandan keyin zo'r ishlaydi. Ya'ni ish tugaganda hech kim javob bera olmaydi. Mijoz telefon qilib qolsa, o'zi ko'taradi, o'zi narx beradi, o'zi ular bilan shartnoma qiladi, o'zi to'lovini oladi va o'zi haydovchi topishga o'sha loadboardga berib yuboradi. Bu shu jarayonlarni ya'ni AI agentlarni qo'shib va shu bilan birgalikda hozirgi programmamizni yanada stabillashtirib, yanada kuchini oshirib, shu 100 ta mijoz bilan 100 ta mijozga chiqib olishga yordam beradi shu investitsiya. Startapingiz birinchi pitchdekini ko'rganimda, bozor kichkinadek tuyulgan. Shuni qanday izohlaysiz? Bu car hauling masalan, umumiy car hauling industriyasi 12 dan 15 milliardgacha baholanadi. Lekin bu yerda freight bor, ya'ni o'sha yuk tashish, umumiy yuk tashish bilan shug'ullanadi. O'sha Amazonlar degandek. Ularning marketi 900 milliarddan oshadi. Endi bizning market kichkina ularga nisbatan ham, lekin CRM marketi undan ham kichkina. Borsa bir 30 million, 50 millionga boradi. Amerikani bozori kichkina. Va shu bilan birgalikda biz CRM hamda o'sha ishchi, ya'ni broker agent uchun ham biz agent beryapmiz. Unda bozorimiz o'sha 150 million atrofiga kattalashadi va shu bilan birgalikda keyinchalik boya aytib o'tdim, ya'ni Uber daqa mashinasini bitta joydan boshqa joyga ko'chirmoqchi bo'lsa, Uber daqa nima deydi, tajriba berishimiz uchun o'sha B2C market deyiladi, ya'ni mijozlarga ham bormoqchimiz, ya'ni biz brokerlarni olamiz, ularga doim yangi mijoz kerak, keyin biz borib mijozlarga, brokerlarga mijoz olib kelib beramiz. Shunda bizning marketimiz shu brokerlarning o'zini ulushi bir 3 milliard atrofida shu kattaroq bozorga chiqamiz. Keyinchalikka o'sha car hauling industriyasini olib bo'lganimizdan keyin freightga ham shu freightda ham brokerish bor. U 250 milliarddan oshadi freight, ya'ni o'sha yuk tashish bo'yicha brokerlar. Ularning bozori ancha katta. Ularga ham ular bilan ham gaplashdim. Qisman ishimiz bir xil, faqat boshqa narsa bilan shug'ullanamiz. Ya'ni boshqa narsa ko'chiramiz. U bozorga chiqish planimiz bor. Shuning uchun ham nomini The Cargo, bu cargoga tushadi. Keyinchalikka bu freightga ham o'sha ularga ham tushadi. Shaxsiy maqsadlaringiz qanaqa? 3-5 yilda masalan startapingizni exit qilmoqchimisiz yo boshqa planlar bormi? Meni planimda exit Uberga qilish planimda bor. Endi boshqalar ham bor, lekin Uberga yaxshiroq tushadi. Kattagina plan. Chunki bu soha Uber bilan deyarli bir xil, faqat misol uchun o'rtog'iga mashina chaqirib bermaydi, o'zini mashinasiga olib ketish uchun haydovchi chaqirib beradi, ya'ni o'sha truck driver deydi, o'sha kelib ortib olib ketishadi. Meni planimda o'sha Uberga exit qilish bor va Uberning ichida xuddi o'zimga mashina chaqiraman degandaqa yonida mashinam uchun nima deydi, mashinamni olib ket degan tarif turishini xohlayman. Tasavvurimda shunaqa. Uber, agar Uber bo'lmasa ham boshqa shu sohada katta o'yinchilar bor. O'zimizda logistika sohasida ham. Lekin Uberda ham Uber Freight bor.
ularga ham zo'r tushadi. Endi mana global bozorga chiqishni istayotgan startaperlar bizani ko'rishayotgan bo'lishi mumkin. Nima maslahatlar berasiz? Masalan, o'zingizni shaxsiy kichkina bo'lsa ham tajribangizdan kelib chiqib. Mani o'zim holatimdan kelib chiqib va o'z kommunitordagi mentorlarni bergan bilimlaridan kelib chiqib aytsam, eng muhimi o'sha boya ham aytib ketdingiz, muammoni hal qilish kerak. Ya'ni qiziq gap bor-ku, menda yechim bor edi, shunga muammo topib beringlar deydi-ku. Xuddi shunaqa, unaqa emas. Odatda muammoga birinchi borib, shunga qarab yechim topsa ancha osonroq. Agarda u sohada ishlamagan bo'lsa ham, tajribasi bo'lmasa ham, endi menda bu sohadan chiqqanman, menga nisbatan osonroq bo'lgan muammo topish. Lekin o'sha sohada ishlamagan bo'lsa, eng osoni menimcha o'sha sohada xuddi menga o'xshab 5-6 yoki 3-4 yildan beri ishlab, ancha tajribasi katta bilan birga ishlab, ya'ni sheriklikda boshlasa ham ancha yaxshi. Shunda aniq muammo yechim. Xuddi shunchaki o'zini xayolidagi gipoteziya bilan boshlamaydi-da. Real hayot qanaqa ishlab turgan, qanaqa muammoni real muammoliga, ya'ni tochkasiga bora oladi. Shunaqa boshlasa osonroq. Eng muhimi shu, muammo topib, shunga u yog'i yechim, u yog'i yo'l-yo'lakay bo'lib ketaveradi. Eng muhimi o'shani. Muammoni aniq bilib olsa, muammo ham o'zgarib turadi. U yog'i o'zlarini soft skill'lariga bog'liq. Mana Uskaminatorni deyarli bitirib qoldinglar. Bizga ham feedbacklar berib keting. Nimani yaxshilash kerak? Qaysi qismlarga e'tibor bersa yaxshilanadi? O'zi bemalol gapiravering. Uskaminatorda 30-31 ta odam bo'lsa, har bir odam ya'ni startapga risk qilib boshlaganda, ya'ni o'zini mas'uliyatini o'sha bilib chiqqan. Ularga odatda nima deydi? Boshida shunaqa holat bo'ldi, ya'ni ertalabdan kechgacha qanaqadir majburiy holat bo'lib qoldi. Bu holat yaxshi, ular ham ya'ni o'sha Uskaminator tashkilotchilari ham tez tushunib yetdi. Bu narsa ancha shaxsan o'zimda motivatsiyam tushib ketdi, chunki mijozlar bilan gaplashishga vaqtim bo'lmay qoldi. Chunki mening mijozlarim kechki payt. Men ertalab 9 dan 6 gacha bu yerda bo'lib qoldim. Kechki payt ishlashga charchab qoldim, xohishim ham bo'lmay qoldi. Keyin Amerika bilan ishlagan. Keyin sotuvim pasayib qolgandan keyin ancha motivatsiyam tushib ketdi. Shundan keyin bir gaplashganimda yaxshi yechim qildi, o'sha flexible deydi, ya'ni erkin qilib berdi, ya'ni o'sha mentorlarning darslarini oldindan aytib qo'yishadi, mana shu paytda kelsa o'zlari kelib nima deydi, kerakli bilimlarni olib ketadi. Qolgan paytda o'sha ya'ni haqiqiy o'sha nima bo'ladi, building process deydi, ya'ni o'sha narsani qurishga, sarflashga erkin sharoit qilib berdi. Lekin imkoniyat ko'p. Yaxshi narsalarni ham aytib ketding. Xohlasa bu yerdagi imkoniyatdan foydalanib o'sha kerak bo'lsa o'sha kompyuterdan tortib, naushnikdan tortib hamma narsa qilib bergan. Kerak bo'lsa o'sha cloud AI'lar bo'ladi. AI'lar uchun pulni ham to'lab berishyapti. Ana subscription deydi. Oyiga $20 bo'lsa ham bir xillari o'sha paytlar ularni ham to'lab beradi. Stipendiyasini olgandan keyin o'sha hamma xursand bo'lib, yanada o'sha o'zi qurayotgan narsada ko'proq vaqt ajratishga imkon bo'ldi. Yaxshi tomoni o'sha hozirgi paytda muhit zo'r, ya'ni darslar ham zo'r paytga qo'yilyapti. Ko'pchilik shundan bilim olib, dars tugagandan keyin o'sha undan keyin ham o'sha mentorlar bilan alohida gaplashishyapti. Mana telefonda yoki bo'lmasam o'zini keysini aytib berishyapti. Kontaktlar asosiysi. Shundan keyin o'shani bilim oldi, endi qayerdan uni sinash kerak. Shuni orqaga qaraydi, kompyuterni olib, uni haqiqiy real hayotda o'tkazishga harakat qilishadi. Rahmat Ziyobek, vaqtingiz uchun. Linklarni qoldirib ketamiz. Startapingizga veb saytlarini qoldirsangiz qo'shib qo'yamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.